Besh yilda ham maktab atsat olam o'qigan yo'q. Davay mo'min. Qarang, o'qi nima bo'lyapti? Ikkita balandroq gapiring, biz mikrofonimiz yo'q. Xo'jayinimda ikkita buyraklari qurigan, o'shanga yordam kerak. Hamma joydan yordam so'radim, amaliy yordam hech qayerdan kelgan yo'q, ilojim yo'q. 2 yoshga kirmagan farzandim bor, hech qayerda ishlayolmayman. Oila boquvchim yo'q, qaynatam yo'q, qaynonam yo'q. Xo'jayinim oilada bitta farzandim qolib ketganlar. Isroil aka, Termiz shahar hokimi, biz sizga nisbatan bir shaxsiy husumatimiz yo bir adovatimiz yo'q. Siz bir fuqarolar bilan o'rganmasangiz, kim o'rganadi? Nima Afg'onistonning hokimiga o'rganmaydi-ku? Hamma joyda Siz prezidentimizga qilayotgan siyosatingiz, vafodorligingiz shumi? Shumi? Bu qachon o'rganasiz? Sizdan necha kishi jabrdiyda bo'lib yuribdi? Termiz shaharini polni desam bo'ladi. Qachon odamlar kompensatsiya pulini to'lovini qilasiz? Qachon mana bechoralar bilan o'rganasiz? Qachon? Qachon qilasiz? O'tirganingizga 5 yil bo'lyapti. Faqat qurilish qildim deysiz. Qurilishni siz qilyapsizmi? Qurilishni prezidentimiz farmoyish chiqaryapti, quruvchilar quryapti. Tushundingizmi? O'sha quruvchilardan ham manfaatdor bo'lib yuribsiz. Mana xalqni kim o'rganadi? Kim o'rganadi? Kiyimim uchun pul so'ramayman, faqat o'sha operatsiyam uchun pul so'rayman. Yaxshi. Mana bu opa, o'tkazib bar mana jiyanimni telefon tortgan opa. Hokimiyatdan chiqdingiz bir mana bu kishi. Mana bu kishi. Mana hozir ayollarni endi biz chiqish qilganimizdan keyin mana o'zi kelgandan keyin ayollar menga murojaat qildi. Hozir mana endi bular olib kiryapti. O'zi 2 yildan beri muammosi bitgani yo'q. Bizni ko'rib endi bular ishga tushib ketdi. Boshqa payt nima ish qiladi bular? Boshqa payt nima ish bilan band bular? Faqat chiqish qilib o'zimizni isbotlashimiz kerakmi? Kimligimizni? Qachon o'zidan bilib qiladi? Qachon bular o'z mas'uliyatini, majburiyatini his qiladi bizni shahar hokimimiz Isroil Bariyevich? Mana janjal qarang, qanday muomala qilyapti. Shahar hokimiyati shunday muomala qiladi. Mana eshik yopyapti. Koshonada bu. Koshona davlat eshigini yopyapti. Mana ko'ryapsizmi? Siz davlat odamisiz. Siz ishlamay ishingiz kerak. Siz eshikka kirib chiqmoqchimisiz? Mana buni ham kirib ta'ziq o'tkazyapti. Bosim o'tkazyapti. Oching eshikni. Nima yopyapti? Chiqib chiqaysizmi? Ko'ryapsizlar, bular mana shunaqa shantajorlikka o'tadi bular. Ichkariga mana isboti. Ichkariga tiqadi, bosim o'tkazadi, uradi, so'kadi, mana shunaqa ishlar qiladi. Bilmasdan nima bo'lyapti? Mana janjal, mana janjal. Mana ichkariga mana o'sha Milliy gvardiya yer